$600 ming hovlimiz sotilmoqda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan makler Akmal. 2 etajli, birinchi etajda o'zida 3 ta xona, ikkinchi etajda o'zida 4 ta xonali uyimiz sotilmoqda. Uyimiz yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Har bitta xonasida zimoleti konditsioner, to'pol qilingan. Uyimizga marhamat. Mana bu kirib kelishimiz hol hisoblanadi. Har bitta xona alohida. Uy remontiga e'tibor berasizlar. Sifatli, chiroyli gullardan ishlatilgan. Dunyo xaritasi, lyustralar va konditsioner. Birinchi etajda sanuzel, o'sha sanuzel bor. Bu tomonda va bu zal mehmonxonamiz. To'pli poli bor. Ikkitalab oyna qo'yilgan, oynalar reshotkalangan, jalyuzilar, lyustralar, o'zingizlar baho berasizlar. Uy hujjati hozirgi vaqtda nejiloy turibdi. Hozir uni sizlarga jiloy qilib o'tkazib beramiz. Bu nejiloy sifatida foydalansanglar ham bo'ladi, ofisga ishlatsanglar ham bo'ladi. Hozirgi vaqt o'zida $5,000 ga arendaga so'rayotgan klientlar ham bor. Bu ota-onalar yotoqxonasi va o'zini alohida sanuzeli. Bu tomonda oshxonamiz. Kuxonli mebellar qo'yilgan, oyoq tegi kafel, to'pli pol. Mana bu tomonda panoramali oynamiz bor, hovliga qaragan. Hovlida o'zingiz bemalol kuzatib turasiz. Ko'rsanglar bo'ladi, hamma zo'r. Original, sifatli Godwilllardan qo'yilgan dimoxodlari, pechkalari, yaxshi sifatli mebellardan joylashtirilgan. Ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Uy uglovoyda joylashgan. Burchakda. Sizbob uy. Bu yerda yana bitta xonamiz. To'pli pol ham bor, radiator ham bor. Ikkitalab oyna ham bor. Albatta konditsioner bilan. Oyoq tegi tarkit. Bu yerda umumiy foydalansa bo'ladigan sanuzelimiz. Hammasi bor, sifatdan o'zingizlar baho berasiz. Bu yerda zalimiz. Bu yerda ikkinchi etajda 4 ta xona bo'lyapti. Birinchi etajda keyinlikdagi xonamiz va konditsioner oynalari. Хорошо. Xo'p. Bu yerda yana bitta xonamiz. Bu yerda kameralarni nazorat qiladigan kompyuterimiz joylashgan. Shu yerda o'zida korpuslar bo'ladi. Shu yerda ofis qolsanglar ham bo'ladi, asosiy xona qolsanglar ham bo'ladi. Har bitta xonada kamera bor. Kamerani xohlasanglar qoldirsanglar ham bo'ladi. Yopib tashlanglar, olib tashlab o'rnini yama beradi egasi. Qo'yilmagan deb turadi. Shu xonani ro'parasida oxirgi xonamiz joylashgan. Mana shu xona bo'ladi. Ko'rasizlar, umumiy hisobda 4 ta xona bo'ldi. Hozir sizlar bilan podvalni ko'ramiz. Podvalga tashqaridan kirib kelsanglar ham bo'ladi. O'zini eshigi bor. Podval o'zi kattagina, bu yerga kinoteatr, trenajyorli zal, hamma narsani sig'dirsanglar bo'ladi. Sig'dirsanglar bo'ladi. Ikkitalab fortishkasi bor, bu yerda ham bor. Eshigi bor. Tashqariga kirib chiqish uchun bu yerda kat yo'limiz. Kat yo'llari endi santexnika tushunadigan akalar o'zingizlar bilasizlar. Stabilizatorlari bor. O'shani aytib ketay. Stabilizatori bor, katta vol kirish chiqish, to'pli pol, hamma narsani shu yerda o'zida boshqarasizlar. Va bu yerda oxirgi xona podval o'zida yana bitta xona. Tak fortishkalari qaratilgan, oynalari bor. Uyi lokatsiyasini endi tushuntirib o'taman. Uyi lokatsiyasi Chilonzorda joylashgan, 16 ko'r больницada orientirovka bo'ladi. Undan ham lokatsiyasi, eng yaxshi lokatsiyasi Telegram kanali bo'ladi. Telegram kanaliga ulanishni unutmanglar. Bundan ham zo'r uylar o'sha yerdan topasizlar. Uyimiz o'zini domofonlariga ega, qator archalar ekilgan. Tashqarini o'zini ham ko'ryapsizlar, ko'p joy zahvat qilingan.
mashina qo'yish uchun joyimiz yetarlicha keng. 2 ta, 3 ta sig'dirsanglar 4 ta ham sig'adi. Darvozamiz va asosiy kiradigan uyimiz. Hujjatlar joyida, olasizlar bugun, olasizlar ertaga sanagan kuninglar oformlение qilib beramiz. Bizga yana 2 sotik, 3 sotik quruq yer kerak. Klientimiz naq gaplashamiz. Agar sizlar ham uy sotayotgan bo'lsangiz, telefon qilsanglar yordam beramiz.